Diqqat, O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Pensiyaga 10 yil ertaroq chiqish mumkinligini bilarmidingiz? Videoni ko'rib batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Azizlar, iltimos ushbu videorolikni pensiyaga chiqmoqchi bo'lib yurgan yaqinlaringizga tezda yuborib qo'ying. Pensiya yoshiga yetmasdan ham pensiyaga chiqish mumkinligi haqida siz eshitganmidingiz? Ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotni tezda bilib oling. Pensiyaga 10 yil oldin chiqish imkoni bormi? Videoda barchasi tushuntirilgan. Ko'pchilik buni yashirgan deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Pensiyaga ertaroq chiqish mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Biz sizlarga eng so'nggi xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, pensiyaga 10 yil ertaroq chiqsa bo'ladimi? Ha, albatta. Ko'pchilik fuqarolarimiz buni bilishmaydi. Buning uchun bizning Sensatsiya.uz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'zbekistonda sodir bo'layotgan so'nggi ma'lumotlarni siz azizlarga yetkazib boramiz. Hozirda O'zbekiston Respublikasida amaldagi tartibga ko'ra erkaklar 60 yosh 25 yil ish staji bilan, ayollar 55 yosh 20 yil ish staji bilan pensiyaga chiqadi. Ammo O'zbekistonda yer osti va zararli, o'ta og'ir ishlarda ishlagan ayrim xodimlar 10 yil oldin pensiyaga chiqishlari mumkin. Ma'lum qilinishicha, fuqaroning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 11-moddasiga asosan oxirgi ish joyidan qat'iy nazar quyidagi shaxslar umumiy belgilangan yoshi 10 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Yer osti ishlarda mehnat sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlarda to'liq ish kuni davomida band bo'lgan xodimlar. Bunday erkaklar ish staji kamida 20 yil bo'lib, bundan kamida 10 yili ko'rsatib o'tilgan ishlarga to'g'ri kelgan taqdirda 10 yil oldin pensiyaga chiqadi. Ayollar ish staji kamida 15 yil bo'lib, bundan kamida 7 yil 6 oyi ko'rsatilib o'tilgan ishlarga to'g'ri kelganda pensiyaga chiqadi. Vazirlar Mahkamasining 250-sonli qarorining 2-son ro'yxati qismida ushbu turdagi ishlarda ishlovchi xodimlar lavozimi nomlari keltirib o'tilgan. Yer osti ishlaridagi mehnat staji erkaklarda 10 yildan kam va ayollarda 7 yil 6 oydan kam bo'lgan holatlarda, bundan tashqari sirklar va konsert tashkilotlari artistlarining ayrim toifalari ijodiy ishdagi staji kamida 20 yil bo'lgan taqdirda 10 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi, deyiladi ma'lumotda.